Assalomu alaykum azizlar, men hozir Urganch shahrida Gulush desertdaman, ya'ni kafesidaman. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda juda ham turli tuman shirinliklar bor. Ayniqsa hozir eng trendda bo'lgan shirinliklar, masalan, trayfellar deysizlarmi? Mana bu yoqda klubnikov, shokolade, bananlilardan bor, hattoki kruassanlardan ham bor. Umuman olganda 100 xildan oshiq desert turlarini aynan Gulush desertdan topishingiz mumkin. Shaxsan o'zim kelin salomimda ham, undan tashqari boshqa tadbirlarimizda ham, uydagi mehmondorchiliklarimizda kuzatgan bo'lsangiz, aynan obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Faqatgina Gulush desertdan zakaz qilaman. Har doim juda ham chiroyli qilib korobkalarda setlar yuboradilar. Undan tashqari salatlarni ham aynan shu yerdan zakaz qilaman. Shu sababli to'y marosimlari, yig'inlar, mehmondorchiliklar bo'lsa, nafaqat shirinliklar, balki salatlar, baraklar va somsalarni ham zakazga tayyorlab berishadi. Undan tashqari Gulush